Qaranglar azizlar, insof gapiriladi. Masalan, bittasi deputatlikka nomzod. Mani saylasanglar yo'linglarni tuzatib beraman. Mani saylasanglar hammom qurib beraman. Mani saylasanglar mundoq qilib beraman. Qilaver odam. Puling bor ekan, deputat bo'lishing shartmi? Savob uchun qil. Ko'rdingizmi bularni? Saylasanglar qilib beraman deydi. Shuni o'zida tushunarli. Nima uchun qilishini. Menimcha imkoniyat bor. Bir katta firmani boshlig'iman. Qani kambag'allar bormi? Qaytan bir kichkina masjidimizda odamlarga "Voy, uy olib ber." Yo'q deysizmi puldorlar? 2 ta, 3 ta, ikkita uchastka kam, 3, 4 ta, 4tasi ham kam, 5 ta, 6 ta uchastkalarni qo'yib, nevarasigacha joy qilib qo'yganlar yo'q deysizmi? 5-dagi bolasiga mashina olib qo'yganlar yo'q deysizmi? Saylasanglar yo'linglarni tuzataman. Saylasanglar bunday. Men bitta imom bo'lsa, shu topganim nevaramga nasib qilsin desa, sen ham nasibdor qilib boshqani. Azizlar, yordam ber. Ular nima deydi yordam berib yurganni? Ey jinni, sen nima qilasan? Bunaqada boy bo'lasanmi? Nima qilasan yordam ber? Agar o'sha saylanmasdan elim xalqim deb kuyadigan deputatlar shunda ham kuch g'ayratini xalqqa qilsa, xalqni o'zi shunda ko'tarib qo'ya qoladi. Odamlar bilmaydimi yaxshilikni? Biladi. Hech umrida ko'rmagan kelib olib, meni saylaylar, men sizlarga undoq qo'yardim. Turdi boradi hammasi. Shunday qilsin, bo'lmasdan qilsin, xalq saylaydi. Doimo saylab keladi yaxshilik qilganlar. Yaxshiligini ko'rganlarni, bahra olganlarni.